Barchaga salom. Naruto animesini hozirga qadar tomosha qilib kelar ekanmiz. Naruto olamidagi qahramonlarning ko'rinishi bizning yodimizda aynan shu holda qolib ketgan. Lekin men sizga Masashi Kishimoto ushbu qahramonlarning ko'rinishini avval boshdanoq o'zgacha tasavvur qilgan desam nima deysiz? Bu yerda asosiy qahramon Narutodan boshlab ikkinchi plandagi qahramonlargacha o'zgartirishlar kiritilgan. Kimnidir esa boshida hattoki ayol qilib chizish ham rejalashtirilgan. Bugungi videoda biz Naruto olamining qahramonlari aslida qanday ko'rinishga ega bo'lishlari kerak bo'lgani haqida gaplashamiz va ushbu qahramonlarning ilk dizayni, ya'ni birinchi ko'rinishi yaxshimi yoki biz barchamiz o'rganib qolgan hozirgidagi ko'rinishlari yaxshimi? Shu haqida ham gaplashamiz. Misol uchun mana bu rasmdagi bola kim? Buni bilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, tomosha qilishni boshladik. Birinchilardan bo'lib keling sharhimizni 7-jamoaning ilk ko'rinishi, ilk dizaynidan boshlaylik. Bu yerda birgina Narutoda unchalik katta o'zgarishlar yo'q. Uning jamoadoshi Haruna Sakuraga nisbatan. Shaxsan mening fikrim, Sakuraning ilk ko'rinishi, mana shu yerdagi ko'rinishi ko'proq o'ziga mos kelardi agar uni shunday qoldirishganda. Ana shunda syujet ham birozgina o'zgarib, Sakura yig'loqi keraksiz qizdan foydali jamoadoshga aylanarmidi yana bilmadim. Chunki Sakuraning bu yerdagi ko'rinishi jangovar va shaddod qizni eslatadi. Tanishing, bu esa o'zimizning Aburama Shino, Aburama klaniga mansub bo'lgan Shinobi. Albatta men hazillashdim, bu hech qanday Aburama Shino emas, aksincha Sasuke Uchiha klaniga mansub bo'lgan Shinobi. Va Sasukening aynan hozirgi ko'rinishi menga ko'proq yoqadi va o'ziga jalb etadi. Kimga qanaqa bilmadim-u, lekin Sasukening aynan shu yerdagi ilk ko'rinishi qandaydir beo'xshov va xunuk desa ham bo'ladi. Bu yerda Sasuke ko'proq o'ziga emas, Shino Aburamaga o'xshab ketadi. Bu gaplarim bilan men Shino Aburamani xunuk demoqchi emasman. Nima bo'lmasin, eslab qol do'stlaring yuz qiyofasi. Axir bu sen kim eding? Videoning boshida men bu rasmni avval ko'rsatgan edim va menga hozir bir narsa juda ham qiziq. Kimdir bo'lsa ham bu bolakay kimligini topa oldimi yoki yo'qmi? Xullas, gapni cho'zmaydi va qisqa qilib aytay, bu Gara. Masashi Kishimoto uni avvaliga sochlarini uzun va tepaga taralgan holda chizish to'g'ri qaror deb hisoblagan. Garaning hattoki kiyimlari ham katta o'zgarishga uchragan. Egnida uzun va eski plash, peshonasida esa Qum qishlog'ining bandanasi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hattoki Qum qishlog'ining ramzi ham boshqacha ko'rinishda. Lekin bir narsaga 100% aminmanki, ko'pchilik Garani uning ko'zlaridan, uning qarashidan tanib olgan bo'lish kerak. Sen og'rig'imni his qilyapsanmi? Endi esa kelinglar Itachining ilk ko'rinishi va ilk dizayni haqida gaplashib o'tsak. Bu yerdagi Itachining ilk ko'rinishi qandaydir to'liq emas desak ham bo'ladi. Uning qo'lqoplari, yovuz qarashi hamda yuzidagi shirami, ya'ni chandig'i bizning sevgan Uchiha Itachiga hech ham yeta olmaydi. Bu holatda esa Kishimoto Itachining ko'rinishini o'zgartirib to'g'ri qaror qilgan deb o'ylayman. Lekin baribir Kishimoto bu ko'rinishdan butunlay voz kechgani yo'q. Sababi shundaki, eski Itachining ko'rinishi hozirgi Katetsuning ko'rinishiga juda ham o'xshab ketadi. Katetsuni boshqalardan ajratib turadigan belgilari, ya'ni xususiyati shundaki, bu uning boshi bo'ylab o'tgan hamda burnida tugaydigan bintlari. Katetsu hech qachon uning sherigi hamda eng yaqin do'sti bo'lmoq Izuma Kamizukisiz yurmagan va unga har narsada ishonadi. Obito va Rin. Ko'pchilik Obito va Rinni bizga animeda, ya'ni Naruto animasida 2-sezonida 119-seriyasida ko'rsatishgan deb hisoblashadi. Aslida esa ular bundan ham avvalroq paydo bo'lishgan, ya'ni Orochimaru va Hiruzenning jangi paytlarida. Hiruzen Konohadagi dov yurak shinobilarni eslayotgan payti bizga Minato, Rin, Obito va Kakashini ko'rsatadi. Minato va Kakashi bu yerda deyarli o'zgarmagan desak ham bo'ladi. Lekin Obito va Rinni bu yerda tanib bo'lmas darajada qilib chizishgan. Misol uchun Obitoning bu yerdagi ko'rinishi juda ham oddiy va u xuddi Konohaning qandaydir oddiy aholisiga o'xshab qolgan. Rindan esa bu yerda faqatgina uni yuzidagi ikkita qizil chizig'i qolgan desak ham bo'laveradi. Bu o'zgarishni qo'ya turaylikda keyingi qahramonimiz haqida gaplashaylik. Hozir ekraningizda Konohaning eng kuchli kunoichilaridan biri, ya'ni Konanning ilk ko'rinishini, ilk dizaynini ko'rib turibsiz. Uning yuzi deyarli o'zgarmagan, lekin Masashi Kishimoto bu yerda uning Akatsuki plashi, ya'ni yopinchig'isiz chizgan. Oh my god! Wow!
Bu yerda Konanning ustida uzun, ko'k rangli, qorni, beli va qo'llarini ochib turadigan ko'ylak bo'lgan. Kindigida esa 4 ta pirsingi bor bo'lgan. Konanda oddiy oyoq kiyim o'rniga ko'k rangli uzun shim bo'lgan va aynan shu shim oyoq kiyim vazifasini ham bajargan. Masashi Kishimotoning aytishi bo'yicha Konan Akatsuki tashkilotining yagona ayoli bo'lishi kerak edi. Va aynan shuning uchun ham Masashi Kishimoto Konanni ochiq kiyinadigan, bir vaqtning o'zida yengil tabiat hamda jiddiy ayol obrazida chizishni reja qilgan. Konan bu ko'rinishda 7 o'lim gunohidagi Merlinga ham o'xshab ketadi. Я тоже верю в Наруто. Я верю, что он станет мостом к миру. И я защищу его. Naruto animesida bizga Konanni unchalik ham ko'p ko'rsatishmagan bo'lsa-da, lekin aniq bilamanki, bu qahramonni kuzatish juda ham maroqli. Uning davlatini janglar maydoniga aylantirgan 2-jahon shinobilar jangi Konanni ojiz qahramon bo'lishdan yiroq tutadi. Jirayaning o'quvchisi bo'lmuş Konan raqiblaridan bir pog'ona yuqori turishga o'rgatilgan. Konan o'ylab topgan shaxsiy jutsusi uni himoyada ham, hujumda ham birdek kuchli bo'lishiga sababchi bo'lgan. Masashi Kishimotoning sevimli qahramonlari bu Killer Bee va Shoji bo'lgan. Тренируюсь с утра, в животе ни хрена. Я трэпа торчу. Сукияки съесть хочу. Ей. Intervyularining birida Kishimoto agar ayol bo'lib qolsam o'zimga yigit sifatida Shikamaruni tanlardim degan. Uning sevimli yovuz qahramoni bu Hidan. Buning sababi esa Hidan o'lmaydigan bo'lgan. U sevib chizadigan qahramon esa bu Sasuke bo'lgan. Sababi esa Sasuke yoshligidan katta bo'lgunigacha uning kiyimlari o'zgargan. Uning sevimli qiz bola qahramoni esa Hyuga Hinata bo'lgan. Chunki Hinata boshqa qizlarga qaraganda rahmdil va shafqatli bo'lgan. Va shunday qilib videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosish, kommentariy yozishni unutmang. Obuna bo'lish esa o'zingizga havola.